Siz ishlatayotgan internet bu aysbergning faqat tepa qismi. Qolgan 96% bo'lsa yashirin. Darknet bu oddiy brauzer orqali kira olmaydigan internet qismi. Unga kirish uchun maxsus dastur kerak, masalan Tor brauzer. U yoqda hech kim sizni kimligingizni bilmaydi. Hamma narsa shifrlangan. U yerda deyarli hamma narsa sotiladi. Giyohvand moddalar, soxta hujjatlar, o'g'irlangan kredit kartalar, hatto qurollar. To'lovlar faqat kriptovalyutada, Bitcoin yoki Monero, chunki ularni kuzatib bo'lmaydi. Eng yirik darknet bozori Silk Road edi. U yerda oyiga $50 million savdo bo'lgan. FBI uni 2013-yilda yopdi, lekin o'sha kunning o'zida yangi bozorlar ochildi. Agar shu yergacha qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Aks holda boshqa ko'rishmasligimiz mumkin. Nega davlatlar darknetni to'liq yopolmaydi? Sababi oddiy, texnologiya shifrlashga asoslangan. Har bir kompyuter marshrutsizator bo'lib ishlaydi. Birini yopsang 100 tasi ochiladi. Bundan tashqari darknetda jurnalistlar, dissidentlar va maxfiy axborot manbalari ham ishlaydi. Yopish erkinlikni cheklash degani. Bugungi kunda darknet savdosining hajmi yiliga 1-2 milliard dollargacha yetadi va u o'sishda davom etyapti. Sizningcha darknet bu jinoyatchilar boshpanasimi yoki shunchaki erkinlik maydonimi?